O'zbekistonda Qurbon hayiti namozi o'qish vaqtlari e'lon qilindi. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Yurtimizdagi jome masjidlarida 2025-yil 6-iyun juma kuni Qurbon hayiti namozi o'qiladi. Unga ko'ra Toshkent shahrida jome masjidlarida ertalab soat 5:10 da Qurbon hayiti namozi o'qiladi. Respublikamiz hududlarida Qurbon hayiti namozi jome masjidlarida quyidagi vaqtlarda ado etiladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida ertalab soat 5:00 da, Toshkent shahri va viloyatida 5 dan 10 daqiqa o'tganda. Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida 5 dan 20 daqiqa o'tganda, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida 5 dan 25 daqiqa o'tganda. Navoiy, Buxoro viloyatlarida 5 dan 30 daqiqa o'tganda, Xorazm viloyatida 5 dan 45 daqiqa o'tganda. Qoraqalpog'iston Respublikasida esa 5 dan 50 daqiqa o'tganda Qurbon hayiti namozi ado etiladi. Ushbu jadvalda ko'rsatilgan vaqtlar quyosh chiqqanidan keyin 15-20 daqiqalik farqni inobatga olib belgilangan. Barchangizga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.